Shark strus qalqondori Unaspis yanonensis ku, bu tur teng qanotlilar, Homoptera, turkumi, qalqondorlar, Diasptidae oilasiga mansub karantin hasharot hisoblanadi. Tarqalishi Evropaning Fransiya, Osiyoning Hindiston, Nepal, Bangladesh, Birma, Vyetnam, Xitoy, Pokiston, Yaponiya va Avstraliya davlatlarida uchraydi. Yaponiyada bu tur strus ekinlarning xavfli zararkunandasi hisoblanadi. Etuk urgochi tanasi siyohrang jigarrang tusdagi chozilgan qalqon bilan qoplangan. Lichinka posti qalqon faqat bitta lichinka terisi bo'ladi, oldingi qismida joylashgan. U apelsinsimon jigarrang. Qalqonning sekretor qismi oq rang. Qalqon uzunligi 3–3,5 mm. Urgochi tanasi ham apelsinsimon sariq. Tananing oxirgi qismi kengroq, uzunligi 2,5 mm ga yaqin. Erkaklarning tanasi zargaldoq tusda. Ko'zi toq siyohrang simon jigarrang. Ko'krak qalqoni kondalangi bo'ylab ko'proq toq rangda, qanoti xira. Tuxumi ellipsimon shaklda, zargaldoq rangda. Birinchi yosh lichinka daydi, zargaldoq rangda, xartumi, mo'ylovlari va oyoqlari bor. Ikkinchi yosh lichinkalar mo'ylovi va oyoqlarini yo'qotgan, tanasi ellips, yassi shaklni hosil qiladi va oqish zargaldoq yoki oqish sariq rangga o'tadi. Erkak gumbagi cho'zinchoq shakldagi zargaldoq rangda. Oqqobirgasimon qoplamli. Biologik xossalari. Voyaga yetgan urgochilar qishlab chiqadi va may oxirlarida ular qalqon ostiga tuxum qo'yadi. Tuxum qo'yish davri juda ham uzoq cho'ziladi, o'rtacha 130–150 taga yetkazib tuxum qo'yadi. Lichinkalar 1–2 soat ichida o'rmalab chiqadi. So'ng xartumini sanchadi, o'simlikni so'radi va oziqlana boshlaydi. Zararkunanda ko'proq yosh novda va shoxlarda, barglarda yoki novdalarda uchraydi. Erkaklari urgochilari atrofida guruh holida joylashadi. Urgochilari ajralgan holda yashaydi. 1 yilda 3 ta avlod beradi. Karantin tadbirlar va qarshi kurash. Karantin ko'chatzorida ekish uchun ko'chatlar brometil metil bilan yuqumsizlantiriladi.